PP desert so'raganlar diqqatiga. Shakarsiz, osongina tayyor bo'ladigan oqsilga boy rulet. Qani ketdik. 4 ta tuxumni chaqib, oqidan sarig'ini ayirib, oqiga limon kislotasi, tuz solib gupirtirib olamiz. Sarig'iga kukuruz kraxmali, stevia razrixli sir solib aylantirib, tuxumni oqiga solib, yengilgina lopatka yordamida aralashtirib olamiz. Masalliqni pergament qog'oz solingan diskga solib, tekislab 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 5-10 minutga qo'yib pishirib olamiz. Nachinkasiga esa tvorog, grekcha yogurt, stevia solib bir xil massa bo'lguncha blenderlaymiz. Pishirgan xamirimizni ustiga tayyorlagan kremimizni solib tekislab, ustiga xohlagan mevalarimizni solamiz. Agar ozmoqchi bo'lsangiz o'rmon mevalaridan, semirmoqchi bo'lsangiz banan solishingiz mumkin. Men undan ham bundan ham foydalandim. Mutlaqo unsiz tayyor bo'ladigan ruletimiz osongina o'raladi. Xohlasangiz hoziring, istasangiz muzlatgichga qo'yib bir necha soatdan so'ng yeyishingiz mumkin. Eng asosiysi, ushbu foydali desertni yerliklarga ulashish yodingizdan chiqmasin. Mendan desert, sizdan yurakcha. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.